Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom olish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddichimning ichiga tiqvatgan edi. Assalamualaikum dünyanın arpayız ticaretdeki Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Talas bo'yi naqadlardan qo'yilgan hoş kelganlar. Bugun bizning naqadlardan tarqatishimiz bozor kechib qoldi. Özür so'raymiz. Bugungi qadrdagi mehmonimiz hammamiz turmush bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqillik davosida izchil kurash qilayotgan va Sharq Turkistonning egil huquqini kitobini o'qib yuradigan ekrandan chiqaramiz. Hoş bulduk. Hammalarga salom. Aleyküm assalom. Bugungi asosiy temamiz shu Sharq Turkistonning egillik huquqi nomli kitobni ko'rgan aslida bo'ldi. Shu birinchi savolim Ruhiyat Turishxonim sizga. Sharq Turkistonning egillik huquqi nomli kitobini yozish ilhomi sizdan keldi. Nima uchun bu kitobni yozdingiz? Çünkü bizninki Sharq Turkiston xalqining siyosiy kimligi tiklanishi kerak. Hozirgacha bizning siyosiy kimligimiz shunda qalaymaqon bo'lib kelyapti-da. Birlari bizni osonlik millat deydi, Xitoyning tili bo'yicha Xitoy chunki bular bizning Xitoy davlatiga osonlik millat deb hammaga bizni shunda kirgizyapti. Ondan keyin hatto o'zimizmi biz indigenous peopleslar deb yozinglar desa, biz Sharq Turkistonga indigenous to'g'ri yerlik, ammo UN'dagi u indigenous kategoriyaga kirib qolgan bir millat emas. Unda deb ta'bir bersak bo'lmaydi o'zimizga. Uningga ma'qul deb report yozganlar bo'ldi tashkilotlarimizdan. Shuningga bizning kimligimiz shunda aslida biz besilingan bir davlat, tajovuzchilikka uchragan davlatimiz bo'lgan bir xalq bo'lsakmi, bizning kimligimiz xalqarada shunda qalaymaqan. Nima bo'lmoqchi bo'lganligimizmi aniq emas. Ba'zilarimiz mustaqil bo'lamiz deymiz, ba'zilarimiz bizga inson haqlari kerak deyotgan, ba'zilari biz Xitoylar bilan birga barobar yashaymiz, barobar huquq bahsi deyotgan. Shuna bir qalaymaqonchilik bor. Shuning uchun men bu kitobni yozish orqali uning ustiga hozirgacha xalqaro qonunlarni akilib, xalqaro qonunlardagi bizning haqqimizni, huquqimizni, bizning manda qonuniy huquqlarimiz bor deb meşrulaştırılgan bir narsa chiqmadi. Biz o'zimizning oldi bilan kimligini meşrulaştırishimiz kerak ekan, xalqimizning nima istaydiganligini meşrulaştırishimiz kerak ekan deb shuning bu kitobni yozganman.
Şərq Türkistanlıqlar doğru nurgun kitaplar yazıldı. Meyli Şərq Türkistanlıqlar tərəfindən bolsun və ya ki Şərq Türkistanlıqlar emas tərəfindən bolsun. Undaqsa sizin kitabınız bilan şu yazılgan kitapların farkı nima? To'g'ri nurg'un kitoblar yozildi, lekin bu kitoblarninki ko'pinchisi tarixiy, falsafaviy kitoblar yoki o'zniki biosi degandakchu, shaxsiy tarixiy yoki Sharq Turkiston tarixiy, undan falsafaviy, undan adabiy ashtaq kitoblar yozildi. Ammo bizning Sharq Turkistonninki besilingan zamin ekanligi, cho'qim xalqaro qonun bo'yicha mustaqil bo'lishimizning mashru bir narsa, legitimate ekanligi, egilik huquqimizning butun xalqaro qonundan e'tirof qilinmag'idek bir yeri yo'q ekanligini xalqaro qonunlarni akilib turib, Xitoyning butun sapsatisiga xalqaro qonun bilan, tarixiy pakt bilan debate qilib, ya'ni munozir qilib turib, oldiga tashlab, vaqti kelsa xalqaro sudda mana bizning masalamiz ma'vu deb bir case qilish sifatida bir narsa yozilmadi. Shuningga shu farqi mencha shu boshqa kitoblardan. Undaqsa başqa kitaplardan farqı mən bunda o'ylayman. Mən Şərq Türkistanlıqlar to'g'risida kitaplarni o'qidim. Mening ko'nglimda hozirgacha hech qanday bir kitobda Şərq Türkistanlıqlarning xalqarodagi mustaqil huquq yozilgan bir kitap yo'q. Demak, sizin kitabınız hesabda shu bizning Şərq Türkistanning mustaqillik huquqini tunji qatam xalqaro qonun taklif qilib yozib chiqqan kitap desak bo'ladimi? Ha, to'g'ri, shu shaklda yozdim. Undaq olsa, biz bugün asaslığı şu kanuni tərəfindən bugün bir söhbət etməyən olsa, ötən qadın söhbətdə avaz yaşmağalı tüfəydən biz bu qadın bu söhbətini yəni qaydan uğraşdırdım. Bəlkə sonra qayda keçmək mümkün. Bizim xeyirdaşlarınki doğru düşünüşü mümkün. Birinci sualım, undaq olsa düşkən sualların arasında 11 bitimini etiraf qılmayımız deganlik Ahmedcan Qasım'ını satqın deb qarğanlıq bulamdı. 11 bitimni e'tirof qilmaymiz deyishdan burun avval 11 bitimni nima uchun e'tirof qilmaymiz? Buni deyish kerak. Undaq bo'lsa 11 bitimning xalqaro qonun o'rni nima? Biz buni xalqaro qanday tushuntiramiz? 11 bitimning xalqaroda o'rni yo'q birinchidan. Bu Gomindang bilan qilingan. Gomindangni xalqaro zaten hozir e'tirof qilmoqli. Shu vaqtida Gomindang taslim bo'lgan. Uning ustiga Gomindangning Sharq Turkistonda bir ilqi state deb e'tirof qilingan bir hukumati yo'q. U vaqtida Gomindangning so'ratqa odamlari birdam Stalin tarafga, birdam nimaga shu Gomindang, ya'ni Nanjing hukumatiga eg'ib o'tirdi turgan bir militar slavlarchi, ba'zida o'zlariga o'zlari Sharq Turkistonda podshohlik qurib olmasiga. Uning ustiga Gomindang degan u vaqtida Sharq Turkistonning hamma yerini kontrol qilganmi emas. Biz Sharq Turkiston Cumhuriyetini bir davlat shaklida rasmiy qurgan. U Gomindang degan birdan bir hukumat emas. Am birlashma hukumat deb qurganda u yerda u xalq ularninki bu bitimni e'tirof qilmagan. Uning ustiga bu Ahmedcan Qasimi Rusning adami. Bizning Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilmaydi u. Rus tarafidan tarbiyalab avatilgan bir agent, agent. Shuningga bu xalqning irodasiga, milliy irodasiga vakillik qilgan bir bitim emas. Ashtaq bo'lganligi uchun buni xalq qat'iy e'tirof qilmagan, Ilhom To'rimi e'tirof qilmagan. Shunga Sharq Turkistonning yana tamg'isini ishlativergan, masalan, Tarbig'atayning valisi. Jang Jejongning o'zining xitimi bor. Gomindang o'zimi bu bitimni e'tirof qilmagan. Bu bitim faqat qog'oz yuzida qolgan. Bu Gomindang bir o'lgan narsa u yerda. Uning ustiga hech qanday bir undan keyin bu Gomindang bilan o'tirdagi bitim bir amaliylashmadi. Uni hozir Xitoyning ko'tarib chiqib yoki bizning ko'tarib chiqib Gomindang bilan shu nimasi biz nationalist Xitoy bilan shu bitimni tuzganligimiz uchun kommunist Xitoyga biz tava bo'lib ketamiz deb unda deydigan kulgulik bir narsa yo'q. Chunki u biz kommunist Xitoy bilan tuzmadik u bitimni. Birinchidan, ikkinchidan u Gomindang yo'q u yerda. Uning bir davlat deb e'tirof qilinmagan, bizning xalqimizga vakillik qilolmaydi. U bitimni vakillik qilolmaydi chunki Ahmedcan Qasimi shuni tuzib kelgan, bizning xalqimizga vakillik qilgan birisi emas. Xalqarodami e'tirof qilinmaydi vaqti kelsa, chunki xalqimiz uni e'tirof qilmagan. Rusning agentida u odam. Shuningga bu bitim undaqiligi bizga kuchga ega, xalqarodami kuchga ega, oldimizga Xitoy tashlab turib oladigan bir narsa emas. Ashta tashlab turib oladigan narsalarni vaqti kelsa u qog'oz degan qog'ozda qoladi. Masalan, men Polshaning o'tgandim dedim, Curzon Line bor. Bu Curzon Line Yaltada nima qilingan shu Polshaning sharq tarafini Rus Stalinga berib o'timiz deb Yalta shartnomasida deyilgan. Masalan, u Yalta shartnomasi degan cho'ng davlatlar cho'qim qo'l qo'yib qilgan narsa, u xalqaro e'tirof qilib butun davlatlar nima qilgan. Shu vaqtida shu Yaltaninki, nimaniki Polshaniki surgundagi liderlari qattiq qarshi chiqib buningga
Məntiqi vətən Angliyadakı bular Angliya üçün German qarşı uruş bəgən o. Məntiqi vətənpərvərlikimni dövlətimnin yerimini verib ətkədək suyuqlandırmadım dep bək açıq ketken məşhur bir gepi var bu adamның. Şunu bək qattiq qarşı çıxıb partizanlıq urushni to'xtatmay bəməyimiz bu yerga dep turğandikin aşı Yalta kelishimini o'zgartib uningimi oxirida nimani kirgizdi. Ondan sonra Germanda urushni biz g'alaba qilsak, Germanning sharq tarafini Polshaga beraylik deb, Germanning sharq tarafini Polshaga berdi. U qog'ozlik narsalar putilib ketib, cho'qim o'zgarmaydigan, unda narsa yo'q. Masalan, nurg'un xalqaro qonunlar, nurg'un narsalarga amal qilmay davlatlar o'zi bilgan ishni qilyotsa, kuch tarafda turdi-da narsalarchi. Unda xo'si, men bundan muhim bo'lgan bir nuqta chiqdi. Bu bo'lsa, Bekrak Ahmadjon Qosimov satqundan Bekrak Çinligi so'tliqqa tabi yana Sovet tarafidan bizga kirgizilgan bir jasus agent deb tushungan vaqtida bu 11 bitim Sharq Turkistonliklarning irodasiga, o'zining chiqargan qonunimizga irodasiga deymiz endi. Qaroriga vakillik qilmaydi degan bir narsa chiqdi. Shundaqmi? Vakillik qilmaganligi shu vaqtda aniq bo'lgan. Jang Jejong o'zining xitidimi degan. Onun ustiga Ahmadjon Qosimiy u Sovet tarafidan tarbiyalanib avatilgan adam bu bir bulam emas. Komindang hukumati yo'q. Ham onun ustiga u Xitoy hozir biz Xitoy bilan deyishyapmiz bu gapni. Xitoy bilan tuzmadik-da bu kelishimni. Onun için şu hazır iş sualı cevap çıkmalı. Ondan da sonra sen milli ayıbı milli armiyadan uçuşuyor. Bu şart olan bir şey. Hem milli armiyanın Xitay'ın 6. korpus kılıp güçlü oldu. Bunu ispatlaş bakayım, bunu qana qaraysınız. Milli armiya urushmagan bo'lsa, o Stalin bilan Mao Zedongning besimi tufaylidan urushmadi. Hamda urushmaganligi shunga Xitoy deydi, biz tinchlik bilan kirgan sizlarga, o'zinglar xohlab bizni qabul qilgan, biz tajovuz qilmadik deb xalqaro qonundagi tajovuz qilib bir davlatga yana bir davlat kirsa bo'lmaydi degan aniq qonunlar bor-ku. Shu qonunda o'zini haqliqqa chiqarish uchun biz tajovuzchilik qilib kirmadik, tinchlik bilan ozod qildik deb. Peaceful liberation deydi Xitoy. Ashta deb turib oldi, bu o'zini xalqaro qonunda legitimate, ya'ni meşrulashtirish va qonuniy nizomlarga o'zining tushadiganligini isbotlash uchun davatgan gapi. Amaliyotda bu milliy armiya qo'shilib ketgan ular bilan urush qilmaganligi Xitoyning tajovuz qilmaganligini isbotlamaydi. Bu yerda Mao Zedong bilan Stalinning besimi bo'lg'ashqa, bu besim tufaylidan liderlarini bular besim qilib Sovet qo'lida tutqashqa, Stalin bularni urush qilmaysa deb besim bilan urush qilmagan. Asli u milliy armiya davomli Komindang bilan bir yerga qo'llab chiqirayday deb qolgan ularni urush qilib, u urush qilmay to'xtab qoladigan askarlarimiz emas deydi ular. Urush qiladi, lekin buning beshini kesibdi bular. Beshini kesib etib, kontrol qilib, besim bilan urush qilg'izmay qaytib etgan. Yani o'zlari xohlab emas. Agar o'zlari xohlab qiladigan ish bo'lsa, Xitoy men tajovuz qilmadim deydigan isbotlayman desa, xalqaro qonunda cho'qim ikki taraf urushib kirsa tajovuz qilindi degan bir narsa yo'q. Xalqaro qonunda sen qurolliq kuch bilan boshqasining ziminiga bisib kirsang bu zo'ravonlik bo'ladi degan gap nima bor, qonun bor. Bu Xitoy qurolliq kuch bilan kirdi. Wang Jin 70 ming askar bilan kirdi. Bingtuanni kirdi. Mao Zedong bilan Stalinning telegrammasini chiqargan. Men sizga avatdim bu tumarsiz. Bo'ldi. Va ekranda ko'rsating, Mao Zedong bilan Stalinning yozgan telegrammasi bor. Xarita bu. Nimaga bu telegrammada shu Mao Zedong deydi, Stalin deydi, sen chopsan kir Sharq Turkistonga, qish kirib kelsa, u yerda so'qoqda ular sen qarshi chiqsa, sen besib ololmaysa deb Stalin buni rasmiy ishtirdi Mao Zedongchi chopsan kirmamsa deb. Shu Mao Zedong bundan askariy yordam so'raydi. Stalin ma'qul deb yordam berdi. Bunun aniq faktlar bor. Demak, bu ikkisi birlashib bu yerga qurolli qoldi kirdi. U cho'qim bir askariy o'zimizning bir davlat askariy kuchi bilan ular bilan urushgan bo'lsak tajovuz qilganlik bo'lmaydi. U askar bilan kirdi, xalqaro qonunda bu military force bilan kirgan bo'lsa, qurolli kuch bilan kirgan bo'lsa, bu tajovuz hisoblandi. Uning ustiga bizning xalqimiz u yerda u beshini kesib yutib kontrol qilgani bilan to'xtamay qarshilik ko'rsatdi. Xotanda 50 necha qitim qo'zg'olon bo'ldi shu Xitoy kirishiga. Uningdan keyin janub tarafida Xotandalar emas, G'uljida nurg'un qo'zg'olonlar bo'ldi. Xitoy o'z radiosida, Urumchi radiosida dedi, 150 ming to'planchini bostirib o'ltirib yo'qotdik deb. Bularning hammasi qarshilik shu, xalq qarshilikmi ko'rsatdi, ya'ni o'zining irodasi bilan bir qitilib ketgan ish yo'q bu yerda. Shunga bu Xitoyning tajovuz qilganligi aniq o'rtada, ya'ni. Sizniki o'tgan qatim bunda bir gapni degandek,
esimde var. 11 bitim imzalangandan keyin mesela Şarkı Türkistan'ı özlerinin bir ülkesi kılıp bekitimiz degan vaqtda Şarkı Türkistanlılar özleri zaten Şarkı Türkistan'da atab kelganligi taki machinchilig'i bir ülkege aylanganligi to'g'ri bir nimani isbotni ko'rsatgandingiz. Shu to'g'ri bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Şərqi Türkistan xalqı o vaxtda Şərqi Türkistan Cumhuriyetini qurub bolğan. Şərqi Türkistan Cumhuriyeti xalqaradakı Montevideo Konvensiyondakı bir dövlət olsa qanda olsa dövlət degan şərt düşüdü degan bir 4 türlük şərt var. Şu 4 türlük şərtə bizning Şərqi Türkistan Cumhuriyeti düşüdü. Birincisi çoxum onunki şu dövlətninki şu hökumətni itiraf qıladigan, məşru deb qaraydigan xalq bo'lish kerak. Bizning xalqimiz Şərqi Türkistan Cumhuriyetini itiraf qilgan Şərqi Türkistandakı xalq. Hech qachon Gomindangni yoki Xitoy hokimiyatini e'tirof qilgan emas. Bugungacha e'tirof qilmoqlik kirgan kunidan tortib. Shu xalqaro qonundagi birinchi shart xalq qo'llash kerak. Xalq e'tirof qilish kerak. Mashru deb qarash kerak. Bu birinchi shart shu yergi hukumatida Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatini bizning xalqimiz e'tirof qilgan. Buningga tushidi. Undan cho'qim bir mustaqil bo'lmaydi. Nada mustaqil bo'lsa deydi. Xalqning davlatga kirib u yerdagi bir ko'chman xalq masalan biz Kanadadagi Uyg'urlar Kanadada mustaqil bo'ldim desa, u mashru emas, xalqaro qonun tarafidan hech narsa e'tirof qilinmaydi u. Ammo sizningki cho'qim o'zingiz ega bo'lgan shu yerga yerlik bo'lgan bir territoriyangiz bo'lishi kerak deydi qonundachi. Bu cho'qim shu mustaqil bo'lmaydi deydigan. Bir o'zini bir davlat desa, sen davlat bo'lish uchun seningki xalqing sening hukumatingni e'tirof qilish kerak. Seninki çoxum bir territoriyaring bo'lish kerak deydi. Bizning bir Sharq Turkiston degan xaritamiz bor. Iniq chegaralarimiz chizilganchu. Undan keyin shu yerda bir hukumat bo'lgan bo'lish kerak deydi. Ya'ni governmentchu. Sürgün hükümetteki hükümet emas, şu hükümet yani şu territoriyada çoxum bir hükümet bo'lish kerak deydi. Yani özünü hükümetten qonunlarni chiqargan mesela şu devletini başkurduğun bir hükümet buluş gerekli. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin baş tüzümleri boğan, mekteplerini açkan, doktorxanalarını açkan, milli armiyası boğan, pasportları boğan, pulu boğan, yani bütün sistemisi bir devlette buluşluk tegişlik sisteminin hemmisi şu yerde boğan. Şuna bu ilgili devlet nemisi kurdu. Mümkün başka devletler bilen diplomatik münasebetki kiraliş gerek deydi. Bu neyse bizden Sovyet bilen şu vaxtta da Sovyet nemisi bilen azraq münasebetimiz boğan diplomatik mal almıştırış. Yani onlardan koral ile biz teri bəgən deyəndək savdo münasibəti bolğan, diplomatik münasibətlərimi bolğan. Lakin bu deganlik bu üçüncü şart bir dövlət oluş üçün çoxum deganlik emas. Heç qanday dövlətlər etiraf qılmaymı? Dövlət deb tutub tura alsanız dövlət bola alaysınız. Çünki başqa dövlətlərin etiraf qilishi politikal narsa. İşığı gəlsə özünün siyasətiga, özünün mənfəəti üçünsə etiraf qıldı, düşmüsə etiraf qılmaydı. Məsələn, hazır Afqanistanı Xitay etiraf qıldı, Amerika etiraf qılmaydı. Şunday gəlmişim. Bundan olsa, hazır siz men so'raydigan yangi savolimga javob bergandek qilsiz, Sharq Turkistondagi mustaqil bo'lish mash'uriyati haqida. To'g'rimi? Shu savolim javob chiqdi, shundaymi? Yo'q, men o'zimiz o'z vaqtida 1944 qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti bir shu yerdagi mashru davlatmidi, ya'ni biz davlat bo'lganmi deganga javob berdim men. Ammo biz javob bergan bo'lsangiz, uningga javob berdim, lekin biz Sharq Turkiston besivilingan devlet mi dese Xitaysan besivilingan devlet emas dese o cevabın fakat bir tarafı, birli kısmıydı. Onu mu deyimiz? Mesela biz Şarkı Türkistan degan aşta bir cumhuriyetdi, aşta bir devletdi, sen besivaganda. Abiyam dedim, ikinci şartı var, bir devletning besivilingan bo'lishi uchun çoxum tajovuz qilib kirgan bo'lishi kerak boshqasida. Onu mu deb o'tdik? Xitoy tajovuz qilib kirdi, qurolli kuch bilan kirdi dedi. Üçüncü bir şartı var, bunun da nim bo'lishi kerak deydi. Çoxum bir ilqi bu yer besilingan devlet bo'lish uchun çoxum besilinganligini isbotlashda xalqaroniki 637 qonunda va 1514 nomerli umumiy yig'inning qarornomalarida deydiki bu yer çoxum shu besilingan devletdan 630 nomerli qonun emas, o doktrin hamda prinsip. Shuningda chegara jihatdan dengiz yoki boshqa davlatlar orqali ayrilib turgan bo'lishi, uning ichidagi xalq besilingan davlatdan etnik, yani til ve başka hamma jihatda o'xshash millat bo'lmasligi kerak deb boshladaydi. Biz bu shartga tushishimiz nimishga deganda bizni gashkicha bizni faqat dengiz orqali Xitoydan ayrilib turmagan bo'lsak, biz Xitoy bilan bevosita qo'shni emas, o'ttirda bir qumliq bor yo'g'on. O qumliqning hammasi Xitoyning, masalan, Mongoliya mening
20 miningmi deydi. Şununla bu fizikal ayrılıştan başka bizning xalqimiz Xitoy qat'iy o'xshamaydigan bir xalq. Shu qonunga tushdi. Ya'ni ki Xitoyning xalqi emas, biz Xitoy emas, hech nimamiz o'xshamaydi. Hech qanday narsada ham buni tafsil demasam bo'ldi. Shuningga bu bizniki mushunda bo'lsa colonized bo'lgan bo'ladi deydi-ku. Ammo o'ylab chegara cho'qqim fizikali ayrilmagan Xitoydan dengiz orqali ayrilmagan debni turib olmaymiz. East Timor, mesela West Timor'dan Endoneziyadaki deniz arkalık unda bir çigra arkalık ayrılmagan ikisi bille. Aşılar müstakil buldu. Şununla bu manda bolsa çokum müstakil buldu diyen narsa bizge tehi en düşüdü. Biz Xitayning dövleti köşmen bulup berip şu yerdə qilib qalğan bir azsalıq millət emasdan. Əgər biz özümüzni Xitayning dövlətidəki bir azsalıq millət desək, bizning müstakil bo'lishimiz mümkün emas bo'ldi xalqaro qonunlar bo'yicha. Xalqaro qonunlar nima uchun muhim deganda, aqimizga destek elish uchun muhim, boshqa davlatlarni elish uchun. Undan keyin bu xalqaro qonunda Euthyphrosidis doktrin deb bir doktrin bor. Bir imperiya sizni besib olgan bo'lsa, u imperiya chikitishdan burun aşağıdaki hükümetke teritoriyani kimga topshirgan bo'lsa, shuning bo'ladi debchi. Masalan, u teritoriyani Angliya Hindistonni besib olgan vaqtda Hindiston hukumatiga topshirib etgan. Ammo Manju u yerda biz Gomindanga bir kitobda borki, Gomindanga topshirib bergan deb yanishga, u Gomindanga topshirib unda bir yozma bir hujjat hech narsa yo'q. Og'zaki agar Gomindang hukumati chiqsa Gomindangning bo'ladi degan bilan bizning Sharq Turkiston u yerning bo'lmagan. Hozir xaritni ko'rsam, bir xarita bor. Amerikaning bir xaritasi bor. North Herald degan bir jurnal shu 33-yil chiqqan bu deyman, 32 mo'yam. Tumaris yo'qolib ketdingiz. Nima? Xaritini ko'rsam ekranda. Hozir chiqyapti. Ya'ni bizning u yerda bu shu vaqtida Manju hukumatining unda bir berib etgan narsa yo'q. Gomindangmi bizning shu vaqtdagi agar Sharq Turkistondagi hukumat Gomindang deyish to'g'ri kelsa, u yerda bir Gomindang state emas, militaris u. U yerda bir state deb e'tirof qilingan hech qanday shartga tushmaydi u Gomindang. Chunki birdam Sovetga beqinib, birdam Nanjing hukumatiga beqinib, birdam o'z oldimga pul chiqarman deb yurgan vaqtlari yo'q. Shuningga uningga tushmaydi. Undan keyin bu Gomindangninki u yerdagi narsa bir huquqliq bir yolg'iz davlat emas, Manju Gomindangga beradigan. Oyada Gongchandangmi ayrim, kommunistlarmi ayrim bir davlat bo'lib chiqdi. Tibet ayrim o'zini hukumatlaydi, Sharq Turkiston bizni hukumatlaydi. Bu hech qaysi bir Manju territoriya sening oldu deb berib etgan manda narsa yo'q. O shu butun territoriyada birisida chiqsa, shuningga bergan bo'ldi. Agar Gomindangga bergan bir hujjat chiqib qolgan taqdirdimi, hozirgacha unda hujjat yo'q, faqat og'zaki degan narsa to'g'risida gaplar bor, o'zida bo'lgan Gomindangning uchun. Unda hujjat chiqqan taqdirdimi, bu hujjat qonunsiz bo'ladi, chunki u faqatla Gomindang emas u yerdagi hukumat o'chog'ida, u g'arb e'tirof qilgan bilan u yerda kommunizm chiqqan. Bizmi o'zimizni ayrim davlat deb u yerda davlat qurgan. Shunga bu birdan bir davlat emas Gomindang. Unkin bu Xitoy hukumati besib kirgan vaqtida Xitoy hukumatiga birar bizni besib olgan birar imperiya birasi mana u Sharq Turkiston sening bo'lsin deb mandatoriy berib etgan bir hujjat yo'q-ku. Ma territoriya sening bo'ldi deb xuddi Ukraina u Qrimni o'z vaqtida Sovet parchalanganda berib etgan unda bir ish yo'q-da. Shuningga bu paklama bizning hamma jihatda qonunsiz bu Xitoyning da'vatgan gaplarining hammasi o'tirib qo'ygan faktlarning hammasi. Unda sanayt aniq bo'ldi. Yana bir savol, shu Sovet ittifoqi parchalangan. Xaritani ko'rsatmadingiz xo'roz. Chiqmadimi? Men xaritani ko'rsataman. Mana bu Yaponning xaritasi qarasanglar, Yaponning qanchinchi yili tumaris yilib qaragan meni esimda yo'q. 30-yilmi? Ko'ramadim men. 1930-yil. 30-yil. 1930-yil Gomindang hukumati hammasi bor, kommunistlarni yurgan vaqtlar. Ma Yaponning xaritasida bizning territoriyamizni tashqi Mongoliya bilan o'xshash qilgan. Xitoyning territoriyasining ichida yo'q. Qizil chiziqdagi Xitoyning territoriyasini. Yana bir xaritani ko'rsam. Chiqyapti. Mana ma'nodimi? Bu Amerikaning o'daymi? Amerikaning jurnali chiqqanmi? North Herald. Shumi?
Shundaqda qildi bu 1934-yildagi. Ha, Amerika. Şu bu Amerika'nın North Herald degan jurnal chiqargan. Amerika o vaqtida Gomindangni desteklaydi. Gomindangni qo'llaydi u. Qo'llab turib chiqargan ma xaritada bizni yana tashqi Mongoliya bilan o'xshash shaklda yozgan Xitoy va bu Nanjing hukumatining territoriyasining ichiga kirgizmagan bu xaritada. Yana bir xarita bor chiqqan. Gomindang o'zi chiqqan. Ma Gomindang o'zi chiqqan xaritadami, kommunist tavayalar deb chiqqan xaritada biz yo'q. Bizning xaritamiz yo'q bu yerda. Demek o bizning territoriyamiz şu Manchudan keyinlan bu ayrım bir mustaqil bo'lg'achqa mushu xaritalarda mushta chiqqanda u yoki Manchu yoki Gomindangning territoriyasining ichidagi bir yer emas biz. Bumi bir isbot shomishdim ko'rsatib dedim. O'tganmi ko'rsatgan, lekin ovoz chiqmadi dedim men. Bunda bo'lsa, nurg'unlar Sovet ittifoqining parchalash to'g'risida savollar bor ekan, shuni so'rabdi. Sovet ittifoqi parchalanganda ba'zan davlatlar mustaqillikka erishadi. Mesela biz Cumhuriyet'te bilimiz, bazen devletler erişemedi. Şunun karta halkara kanun bunun kadar rol oynayan hem işki ve taşkın mülacat azıcık bir teklif verelim misiniz? Sovet ittifoqi parchalangan vaqtida, masalan, republikalarning hammasi, republiklar, Ukraina o'z ichiga olgan republiklar hammasi mustaqil bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston degan Sovet republiklar. Chunki Sovetning qonunida avtonomiya bo'lsangiz, ash republikning ichidagi mustaqil bo'lish huquqingiz bo'lmaydi constitution uchun. Bu qonun bo'yicha burun Stalin bilan tuzilgan Sovet o'zi shu vaqtida o'z taqdirini o'zi belgilaydi degan xalqarodagi qonun chiqqanda bu republiklarning hammasini vaqti kelib referendum bilan o'zi mustaqil bo'lamiz desa mustaqil bo'ladi degan shunday qonun bor. Şu bularning hammasi mustaqil bo'lamiz. Chechenmi masalan avtonom republik emasdi. Anadagi Abzaqlarmi Georgiyaning ichidagi bir avtonomiya. Ular mustaqil bo'lamiz dedi, shuna kurash qildi, nim qilib ama o nimo Georgiyaning ichidagi bo'lgan bilan Georgiyani bo'linib chiqamiz dedi. Ama Sovet nimishga buni qo'lladi, avtonom bo'lsinmi deganda Georgiyani g'arb qo'llaydi chunki NATO'chu. Ayada Georgiyaning bir kuchli davlat bo'lishini xohlaydi, Abzaqlarning bo'linib chiqishini xohlamaydi. Uningga qarshi ayada Sovet Abzaqni bo'linib chiqib Georgiyani ojiz tutish uchun o vaqtida Abzaqlar mustaqil bo'lamiz deganda Abzaqlarni qo'llab de facto bir davlat qurgan. Shu Abzaqlarni faqat Sovet bir necha davlatlar o'sha davlat e'tirof qildi, qolgan Xitoyga zaten mustaqil bo'lamiz degan davlatlarni xalqlarni hech qaysini e'tirof qilmaydi. Ondan Amerika g'arb davlatlari bu Abzaqlarning mustaqilligini e'tirof qilmagan. Endi onun üstüge Abzaqlarni qandaq deb qaraydi desa, faqat Sovet qili yo'rinib, davlatni o'ziga mustaqil emas. Sovetniki bir vassal state uchun hamma nimasida Sovet boshqurdi amaliyotda bir yag'an mustaqil deklamda, endi Sovetning bir avtonomiyasi dekla ashta nima Rusniki Sovet daymana hozirgi. Ashta ahvolda shuningga bu ilqi o'z oldiga bir mustaqil emas bu Abzaqlar. Rusning boshqurishi bilan mang'udu debmi g'arb davlatlar, nurg'un davlatlar Rusni yaxshi ko'rmaydigan davlatlar, Rus bilan dushman davlatlar bu sababdan Abzaqlarni qo'llamagan. Endi Chechenlarga qarasak, Chechenlar nimishga bundaq mustaqil bo'lamidi degan vaqtda Chechenlarning ishi bakrak muhim rol o'ynagan. Bo'lmasa ular shunda dudayib, shunda qurolliq kurash qilib nurg'oyalarni elib qolgan Rus bilan urushib tankilagan. Lekin o'zining ichidagi bo'linish tufaylidan. Chunki bu Rus bilan birga yashaymiz, mustaqil bo'lmaymiz degan kuchlarmi bor. Burun Rusningki nemisda ishlagan Ruslan Qabalov deb family name unutib qoldim. Ruslan degan shu bu Xitoy bizning ichimizda xuddi Xitoy bilan birga yashaymiz deganlar bo'lganda, Chechenning ichidimi biz mustaqil bo'lmasligimiz kerak. Biz urushni xohlamaymiz, qon to'kishni xohlamaymiz. Rus bilan yashasaqmi kunimiz yaxshi-ku deb shu Rus bilan birga yashaymiz degan kuchlar bor. Bu kuchlar Ududayev degan mustaqil bo'lamiz degan kuchlarni yetim qoldirgan. Onunkin bu Chechenistonda radikal kuchlarmi bor. İslamist xalifa davlat quramiz deydigan. Chunki davlat qurish nemisdimi bakchiq talash tortish bor. Yezillardagi xalqlarmi Chechenniki, yezi boshliqlarmi birsin avtonomiya deysanki, birsin mustaqil deysanki deb ikki tarafni biz e'tirof qilmaymiz, bir-biring bilan so'qishib o'ynaysa debchi, ular ikki tarafning gapini anglamay munda turib olgan. Shunday ahvollar bizning ba'zilar bizning ahvollarimizga o'xshab ketadi. Shu mushta sabablar tufaylidan Chechen mustaqil bo'lolmagan. Endi yana birsiga anda qonuniy sabablar tufaylidan, undan birsiga strategic geopolitical sabablar tufaylidan Rus ba'zilariga mustaqil bo'lish teklif ba'zilariga bo'lmagan mushta sabablar bor. Unda bo'lsa nurg'unlar bundaqday bir senaryo bor bizning mustaqillikka erishishimizda.
u akvalım yo'q degan bo'lmaydi. Masalan, Xitoy kelgusida parchalab qolsa, Sharq Turkistonga mustaqillik keladi degan bir ssenariyoni yo'q degan bo'lmaydi. Ammo biz ichki jihatdan o'zimizning tayyorligini tutkazamasak, Checheniyaga o'xshash ahvol qolib qolamiz degan gapda vaqtda. Şoňa biz nima iş qilishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Eng avval bir xalq mustaqil bo'lish uchun xalqarada hech qaysi bir davlatlar, men o'tgandimi dedim, 80% davlat faqat shu mustaqil bo'lganlar, Ikkinchi dunyo urushidan keyin 80% mustaqil bo'lgan xalqning tashqi dunyoning yordami bilan bo'lgan. Chunki mustaqil bo'lamiz degan xalqlarning hammasi ojiz, shu davlatning qo'l ostidagi xalqlar o'z oldiga o'zilar mustaqil bo'lib ketishi bak tez, shu davlat tashlab etmagan ahvol ostida. Masalan, Singapurni yani ne taşlıvatdı, Malaysiya taşlıvatdı o, Xitay bekçi hukukuna ketkendik ki Malaysiya'nın hepkisinden okşaydı da bölüp çıkarvattı. Şunun okşaş, onda taşlıvatmagan, yani müstakil bolsun da bizge hukuk berip demokratik, biz hukuklarımız güçlü. Bunda ahval aslında biz yani aciz, halkara dünyanın yardımısız müstakil boluşumuz pek tez. Onun için kademma kadem meniş gerek. Bu halk kim? Bunu halkara biliş gerek. Bu halkınki siyasi identity, kimligi nima? Yani bu xalq nima bo'lgan xalq, oz sonli millat desa, Absaxlarni masalan Georgiya, bu degan bir avtonomiyatdi, bu degan bizning mening respublikamning chunki oz sonli millatdi. Bu ya o'zining davlat emasdi deb, ashunda deb qonuniy xalqaro qonunlarni akilib, diplomatik narsani lobbichilikni bek kuchli qilib, Georgiyaning shu diplomatik nimasimi cho'ng rol o'ynagan, faqatlamiliqi Georgiyani acizlaştırmayı güçlük tutma deyişti emas. Diplomatik münasibetin bu bek mühim. Bunu diplomatik münasibette şuna biz özümüzün siyasi kimlikini çokum halkarağı toğru anlatışımız gerek. Kanuni hak hukuklarımızı meşrulaştırışımız gerek. Özümüzü meşrulaştırışımız kimlikimizi. Kanuni halkaradaki kanuni hak hukuklar bilen oturuğu taşlaşımız gerek. Bu bir. Anadolu'nun ikincisi de biz şu müştahlıqı, statehood agenda, yani biz qanda devlet kurumuz degan narsadimi çokum birlikka kelishimiz kerak. Xalqaraga bizninki xalqaro tinchlikqa foydali bir davlat bo'lamdi vaqt kelsa, yoki ishga urush chiqaradigan bir davlat bo'lamdi, yoki bular mustaqil bo'lib qolsa, birasining vassal state bo'lamdi, ashadiki uning xalqaraga bölgege qanday ta'siri bo'ldi degan nurg'un geostrategik masalalar bor. Bularning hammasini to'g'ri shaklda xalqaraga anglata olishimiz kerak. Buni anglatish uchun yanalam avval ishki ishimizda biz bir o'rtaq siyosiy kimligimiz, ya'ni butun xalqning milliy irodasiga vakillik qila oladigan bir kuchni o'tirg'a chiqishimiz kerak. Bunday kuchni o'tirg'a chiqish uchun shu xalqning shu mustaqil bo'laman degan milliy irodasi bormi? Bor bo'lsa, amisa ma'lum mustaqil bo'laman deganning orqasida tursa, qo'llaysa. Shunami? Ish qildi deblar, masalan, ish qilish kerak. Men ish qilishga qarshi emas. İş qilishning bir yerga berib bir ishni qilsaqlam bo'lar, ish qilyotidi deb shuni qo'llab o'taversak kunimiz o'taverdi. Bizning bir umumiy kimligimiz, umumiy milliy orzuyimiz, nega bordig'imiz, nima ish qildig'imiz aniq bo'lish kerak-da. Bu strategiya, bu nishon hammamiz aniq bo'lmay turib, ish qilamiz, vaqti kelganda bo'lamiz deb ap qo'ysa, birisi vaqti kelganda xalqaro dunyoda o'zgarish bo'ldi, Xitoy parchalandi yoki urush bo'ldi deydi. Taqsidi bizga bizning mustaqilligimizning fursati sunulgan taqdirdimi shuni qo'lga oladigan bir kuch bo'lmaydi. Chunki biz tayyorliksiz holda faqat aktivizmlik qilib, faoliyat qilib, ish qildik-ku deb ketaveramiz. Men aktivizmlikka qarshi emas, ish qilishga qarshi emas, ish qilish kerak. Bunu mu qilish kerak? But not limit with them. Çekilinip qalmaslik kerak-ku. İş bilan çekilinip qalmaslik kerak. Bizning bütün nishon prinsiplarimiz, hammanimiz, meydanimiz, milliy aspiration degan narsalar aniq bo'lish kerak. Qonunlar bilan isbotlab, tarixlar bilan isbotlab, xalqaro qonunda diplomatik munosabatlarni o'rnatib, diplomatik munosabatlarda buni aniq o'ttirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa, biz Baskova va Ispaniyadagi shulardek bo'lib qolamiz. Baskovaning ahvolini men qarsam bizga bek o'xshaydi ekan. Nemishki hozirgacha mustaqil bo'lamidi deganda Baskovaningki o'ng qanotlari mustaqil bo'lamiz deganlarning ichida ular ashtaq ikki kanda bir qismi mustaqil bo'lamiz deydigan kuch, yana bir qismi yo'q biz Ispaniya bilan birga yashaymiz deydigan kuchgan. Ispaniya bilan birga yashaymiz deydigan kuchlar bir-biri bilan shunda o'mkan onun kuchi bor ekan. Nima ketsa Ispaniya ularga shuni jiq pul berdi ekanda, yordam. Anda bo'lgandan keyin Astirtni qo'llaydi ekan, ochiqni qo'llaydi ekan, avtonomiya bo'lamiz biz. Ispaniya bilan yashaymiz emas, avtonomiya, greater autonomy, cho'ngroq bir avtonomiya Ispaniyaning boshqarishida yashaymiz deganlarni qo'llaydi ekan Ispaniya. Undan keyin ularning kuchi bor ekan, puli bor ekan, xalqmi bular ish qilyotdi deb jiq xalq agishid ekan. Ma'lum mustaqil bo'lamiz degan oz bir qism
Özü bilan mi birleşemayotgan? Nemishga desa, buning ichida kommunistlar bor ekan, liberalistlar bor ekan, sotsialistlar bor ekan, uchi buchi deb hammani akirgandan keyin bu har xil ideologiyadagilar bir-biri bilan birlasholmay kuchli tutmayotgan o'ng qanotnichu mustaqil bo'lamiz deganlarni. Onunki buningdan foydalanib alami hujum qilib turdi ekan bularga. Shuning bilan bular hozirgacha mustaqil bo'lolmoqlikda. Masalan, Baskiya bo'lmasa shunda uzun bo'lib ketgan qancha yillardan tatib 70 yillardan tatmashda chiqqan ekan. Hozirgacha hech qanday mustaqil bo'lolmagan. Ammo Estimurnikida shunga qarasa, shu har xil kuchlarni Estimurning Gusmao birlashtirdi-chu. Qurolli kuchni taqib etib, qurolli kuchda faqat bu zo'ravonlik bilan ololmaymizga, kuchimiz yetmaydi deb ya xalqaro qo'llama dedi. Zo'ravonlik nimasi ahmagan ekan, millatari nimasi. Gusmao uni partizanlik aylantirib taqib etib, diplomatiyani tang atmag'idichu. Qurolli kuch bilan boshqa kuchni birlashtirib etdi. Birlashtirib etib, ideologiyada har xil bo'lgan odamlarning hammasini hammamizning nishoni birli mustaqillik degan bir ideologiyaning ostiga to'playdi. Shu har xil uchi-buchi deganlarni. Shuning bilan bular kuchli bo'lib keyin Istimurda mushlarning shu Gusmauning birlashtirishi bek muhim rol o'ynab ketgan ekan. Bunda xususi bizning shu diasporada sirtda, shu 20-30 yildan yoqi Sharq Turkistonda mustaqillik bo'lsin yoki bo'lmasa atalmish Uyg'ur region deb ataydi başlaniki kishilik huquqini talab qilganlar bo'lsin, hozir qadar bu harakatlarning mag'lub bo'lishining asosiy sababi mana shu o'yladim sizniki to'g'ri shunda tushundim. Bizdeki siyasi kimlik inatqanmaz. Hozirgacha bir siyasi kimligimizni birlashgan holatda chiqaramadik. Ikkinchidan bir siyasi gavda shakllangan tufaylidan hozirgacha bizning bu harakatlarimiz asosan aniq bo'lgan bir unum ko'rinmadi hisobda. İşte tushunsak bo'ladimi? Siyasi kimlik to'g'ri dedingiz, ham siyosiy kimlik kim bo'lganligimiz. Ya'ni biz indigenous emas, IUN'ning kategoriyasidagi az sonliq millatmi emas, bir yerdan ko'chib kelgan ko'chman xalq emas. Biz Sharq Turkistonga yerlik bo'lgan, davlat qurgan, tajovuzchilik uchirgan, bisilingan xalq degan ma kimlik tiklanish kerak. Ikkinchi kimlik biz shu bir identity bo'lganda Uyg'ur desa, sen Uyg'ur degan bir millat deb turib oldi-chu, territoriyadan qurib qoldigan ish chiqdi. Shuningga Uyg'ur degan shu Sharq Turkiston identity degan siyosiy kimlikni tiklash kerak. Sharq Turkiston mustaqil bo'lmoqchi, ya'ni bir Uyg'urlar emas u yerdagi. Unda Uyg'uristonchi deydi. Uyg'uriston esa boshqa millatlarmi bor. U vaqtida buni yana boshqa aytishga to'g'ri keldi. U vaqt kelganda qo'yiladigan ismlarchi shu yerdagi. Shuningga hozir biz bu ismni chiqarib, birisi Uyg'uriston, birisi Sharq Turkiston, birisi biz Uyg'urning davosini qilamiz, boshqa millatning davosini qilmaymiz desa, birga kelamaydigan gap. Bizning bir milliy aspirationimiz, siyosiy kimligimiz o'ttirg'i chiqmaydigan gap. Xalqimizning milliy aspirationsi, arzusi, ya'ni milliy irodasi bir Uyg'urni mustaqil qilish emas. Territoriyani, bizning besilingan davlatimizni mustaqil qilish. U territoriyada yolg'iz Uyg'ur yashamaydi, shuna bo'lganligi uchun biz Sharq Turkiston kimligini tiklashimiz, Sharq Turkiston davlat kimligini biz besilingan xalq degancha boya deganimdek. Anondan keyin bizning milliy irodamizni xalqaroga sunishimiz kerak. Buningdan boshqa tanlash yo'limiz yo'qdi. Buningdan boshqa tanlash yo'limiz batdi. Avtonomiya bo'lsaqmi bo'ldi, Xitoy bilan birga yashasaqmi bo'ldi deb yursak, har xil chechilib birlikka kelgan bir arzuni o'ttirg'i qo'yamizsak va bu bo'yicha bir strategiya, programmatik bir strategiya tuzib, bir kuch paydo qilamisak, haq taqsidi bir kuni mustaqilligimizni sunib asimi oladigan odam chiqmaydi. Ololmaymiz ya'ni. Bularning kuchi yo'q, bu yani davlat qilib boshqarib mustaqil davlat bo'ladigan. Shunga bular bo'lmasin, boshqasi bo'lsin ya deydi-da, Xitoy parchalansimi, haq o'zini boshqarolmaydi. Bular bir davlat bo'lishni uqmaydi, o'zining nimaligini uqmaydi, o'zi bilan o'zi talishib urushib yurdi. Shunga bularning eng yaxshisi boshqasi boshqarsin deydi u xalqarochi. Bunda xususi aslında ba'zan tashkilotlarning ko'pincha tashkilotlarniki axirgi nishoni o'z taqdirini o'zi belgilash orqali ma'lum bir maqsadga yetish, o'z taqdirini o'zi belgilash deydi. Ondan keyin nima deyishmay, faqat o'z taqdirini o'zi belgilash orqali o'zimizning siyosiy taqdirini belgilash deb yozilgan nizomnomamizda. Agarda bizning ichki omillarimiz aniq bo'lmasa, masalan, siyosiy kimligimiz, siyosiy gavdamiz shakllanmasa, o'z taqdirini o'zi belgilashimiz mag'lub bo'lamiz degan gap shundaqmi? Öz taqdirini o'zi belgilash degan ikki turli bo'ldi, ichki va tashqi. Tashqi jihatdan öz taqdirini o'zi belgilash degan shu mustaqil bo'lish degan gap. Ichki jihatdan degan shu ichki jihatda shu davlatning ostida ba'zi haq-huquqlarini ilib yashash degan gap. Shunga biz ilqi bundaq mujmal gap bilan mangmay, hamda bizning ba'zi tashkilotlarimiz öz taqdirini o'zi belgilash deb minib, vaqti kelganda mustaqil bo'lamiz deb
şu vaqtida davomamdoq deydigan ishlar borchu. Ammo bu bizning hamma narsamiz aniq bo'lishi kerak. Vaqt kelganda tuyuqsizlik bo'lib qoladi deb osmondan tushmaydi. Uningga bir tayyor bo'lgan kuch bo'lishi kerak. Masalan, Qrimninkini misol qilib bersam, Qrimninki ruslar Qrimni Stalin deport qilib tatarlarni. Rusning nemisini demografik jihatdan Rusninki nupusni u yerda 65% ga chiqarayotgan-chu Qrimda. Unda bo'lgankin bulaylik Sovet parchalangan vaqtda uning ustiga Qrim Ukrainaga qaraydigan bölgedeki bir avtonomiya, Ukrainadagi republika emas. Shuning bilan u Qrim o'z oldiga mustaqil bo'lamiz deb chiqarmagan tatarlarchu. Chunki u yer 65% ovoz u rus bilan birga yashaymiz deydi-da, ular rus tilida gapirgan rus bo'lgandikin. Ananikin bu Ukraina mustaqil bo'lamiz degan vaqtida ba'zi tatarlar u yer ko'chib borgan bilan rus bilan yashamdik, Ukraina bilanmi deganda bu tatarlar biz mustaqil bo'lamiz deb hozir demay, avval republik bo'lgandan keyin shu nima Ukraina bo'linib chiqsa, avval andan keyin Ukrainaning ichidan avtonomiya huquqlarini olamiz, undan keyin mustaqillik qarab qadam olamiz deb bular u vaqtida ashtada plan tuzib 54% ovoz bilan Qrimning ashta ovozi bilan Ukrainaga qaytilgan bo'larchu. Ukrainaga qaytilgandan keyin undan keyin Qrim Ukrainadan avtonomiya huquqimni olaman, cho'ngroq huquqimni mustaqil bo'laman desa, uni Ukraina hech bermadi. Bəməsəcə ulan bastırıb qıldı. G'arbmi ularni qo'llamadi. Chunki Ukraina ojizlashishini g'arb manchi xalab ketmaydi, bo'linib chiqib. Ammo Rus qo'lladi. Rus qo'llab ularni sizlar mustaqil bo'linglar deb Rusmo ko'p bo'lgan ekan. U yerga ovoz bergan vaqtida askar bilan kirib elib Rusning askarlar turayotgan yerda ular erkin ovoz bermaydi, erkin fikr qilolmaydi. Shu Rus bilan birga yashaymiz degan ovoz bilan chiqib, uning ustiga populationning jiqi Rusning altida qoldi-da, Qrim tatarlarning bir mustaqillikka erishmadi. Shunga o'xshash biz bir narsani vaqti kelganda bo'ladi deb o'tirgan ishlar emasmi? Bo'lmaschi deganga tayyorlik qilish kerak. Agar unda bo'lmay, manda bo'lsa deganga tayyorlik qilish kerak. Bir narsani cho'qim bo'ladi degan bo'lmaydi. Xalqaro vaziyat o'zgarib turdi, tunugunki ish bugun bo'lmasligi mumkin. Balki ati boshqa narsa bo'lishi mumkin. Belki Allah bir minutda hammasini o'zgartirib yetishi mumkin. Chunki insonlar buni predikt qilib, cho'qim manda bo'ladi, cho'qim bunda bo'lmaydi demaydi. Shuning biz tayyorligimizni qilishimiz kerak. Kuchimizni qandoq qilib, qanday yerga akilimiz, vaqti kelib manda bo'lsa, nimaga qaysi jihatdan tayyor turimiz, qandoq qilamiz degan buni o'ylashimiz kerak. Chunki qo'limizdan keladigani diasporada shu boshqa cho'ng narsa kelmaydi. Men aslında bu sualım var, lekin bunun kirkesi vakti yetmeydi mesela şu aktivizm siyasi hareket, siyasi keldi, bu şekilde hareket etsak, okşama şekilde hareket etsak, bizni qayerga qo'ydi degan şekilde, qanday oqibatga yetkazdi degan şekilde, mesela bu sualım var, menimcha buni ikkilaqidan qo'yaylik va buni kirib ketmaylik. Mening so'raydigan yana bir savolim, masalan, o'sha xalqaro qonunni ba'zan davlatlar shu xalqaro qonun orqali o'zining mustaqilligiga erishgan bo'ldi, ba'zanlar erishmadi. Shu to'g'riliq bunda qisqacha tushuncha bera olasiz. Nima uchun? Ba'zan davlatlar bu xalqaro qonun aqdi, ba'zan davlatlar nima uchun bu xalqaro qonun aqdi? Xalqaro qonun manda, xalqaro qonunda umumiy yig'inning qarorlari bo'ldi. Umumiy yig'inning qarorlari General Assembly'ning resolution. Bu resolutionlar davlatlarni bir-biriga bog'lay olmaydi. Treaty emas uchun, convention emas. Conventionlar davlatlarni bir-biriga bog'laydi. Unga UN'ning qonunlari bor, charterlar. Bular davlatlarni bir-biriga bog'laydi. Member bo'lgan davlatlar sen manga amal qilsa deydi. Uni bir askariy kuch bilan bog'lay olmagan taqdirdami asasen bağlaydı da. Hem de xavfsizlik kengaşidan qaror chiqib, agar men xavfsizlik kengashiga 5 davlat bor, ular askariy kuchni xavfsizlikka mas'ul bo'lgandan askariy kuchlarning qo'lida aralashmaslik, peacekeeping bu deganlarim. Shular masalanga umumiy yig'inning qarorlarini e'tirof qilgan, destaklagan bir narsa chiqarsa o'zining qarorida. Av qarorlarmı qonunga aylanib ketadi. Ondan keyin bu umumiy yig'inning qarorlari yoki xitobnoma deganlar praktik qilinayversa boshqa davlatlar tarafidan hammasini praktik qilinayvergandan keyin bu norm, ya'ni axloqiy bir prinsip, doktrin asta-asta bu davlatlarni bog'lab yetadi bir-biriga. Chunki hammasi praktik qilib ishlatavergandan uchun. Shuningga bu xalqaroning qonunlari ba'zi davlatga ishlaydi, ba'zi davlatga ishlamadi degan gaplar birsi bu qonunlarning turiga qaraymiz. Qaysi xavfsizlik tarafidan desteklandi, ya'ni confirm qilindi uchun, qaysi faqat umumiy yig'inning qarorlariga tushadi, amaliyotda BDTning qonunlariga tushmaydi. Degandek bunda masala bor, chunki BDTning qonunlari very complicated, pek murakkabchi. Andan keyin bir qonunga tushdi degan bilan yana bir qonun u qonunni inkor qildigan yoki uningga bog'lanib qoldigan ish bo'ldi. Shu BDTning qonunlarini o'zgartishim bektas, bir qonunning bir jumlasini o'zgartsa, u yana bir qonunga berib taqishadigan ish chiqadi.
Şununla bu neylik sistemini özgertişim bək təs bu bazırğıcı nurgun kanunlarına hiç qaysını özgertəməyətqanın səbəbimiz şu boz gerek dep oylayman ben özüm çünkü aşda bək mürekkepken. Anonunki bu bəzi dövlətlərinki müstəqil bulup bəzi dövlətlərinin müstəqil bulanmaslığı bular bütünlay power dynamics BDT'deki güç seliştirmesi münasebet. BDT'ye member bo'lgan dövlətlərinin kimning tarafını tutudu, qayerda turdu, ovozini kimga berdi? Masalan, Xitoy bilan Amerikani olsak, Xitoy tarafda turamdi, Amerika tarafda turamdi. Amerikani jiqroq qo'llamdi, Xitoyni jiqroq qo'llamdi. Xavfsizlik kengashidan 5 davlatdan bir qaror chiqdi deylik. Kimlar uni qo'llab chiq ovoz berib ovozdan o'tdi? O'tmasa masalan intervention qilib qirg'inchilik bo'layotgan yerga kiralamdi, kiramamdi. Ba'zida ashta bo'ldi, lekin ba'zida hammasi yana o'zining hozirligi men Birleşken Devletler demey, United Nations degenden Divided Nations desin boğudak bunu deyme çünkü bölünüklükçe bu devletler. Hemmesiyle özünün politikası için iş tutudu. Birisi gipini almaydı. Bazı kanunlar işığı gelse hürmet kılıdı. Bazı kanunlar işığı gelmesi hürmet kılmaydı. Yani geostratejik, geopolitikal, diplomatik münasebetlerimi bu kanunlara ait çok tesir gösterdi. Bazı treaty'lara hatta imza koygan durup emel kılmaydı. Treaty'ların ciddi etip işini kılıverdi. İtiraf kılmayma bu neydi yapılamcı mesela. Şuna bu ahvalasında bunu da başka kaysi güç bunu mecbur kılış gerek. Şuna mı? Şuna bu power dynamics mi bu kanunlara tesir gösteriyor. Lakin bu digerlik bu kanunların katli gücü bulmaydı. Bu UN'nin sistemisi bütünley garbage digerlik bulmaydı. Çünkü dünya sistemisi tegişip bütünley özgürep Xitayning Tianxia sistemisini hazırki world'ның dünyanın sistemisinin ornuğa koyalığını yok. Başka bir yeni sistem, 5 devlet sistemisini yokutup o dünyadaki bugünkü dünya sistemisini yok kılıp New World Order dep Rusya'dan Xitay davatıdı. Bu asasen Xitayning Tianxia ideolojisi astırdık sistemini çıkarmakçı bulan. Onda bir narsa texi çıkkını yok. Bunun ornuğa bir narsa texi çıkıp olmadı. Bu bir. İkincisi, bu devletler gipini almay siyasette özünün menfaati kelgen vaqtda özümüzün işini qilamiz degan taqdirdi mu? Yana vaqti kelsa, yana şu kanunlarni ko'tarib chiqib bir-birining oldiga tashlashga to'g'ri keldi. Yani bir-biri bilan diplomatik munosabat qildi. Masalan, hozir Gazani ishini qaranglar. Qirg'inchilik qildi deb to'xtamay UN'da yig'in ichyotdi. Ukraina masalasida Rusni qirg'inchilik qildi deydi. UN'da buni davlatlar ovoz beryotdi. U hech kimning ishi bo'lmaydigan bo'lsa, hamma davlat o'zi bilganini qilib o'tasi bo'ldi. Bular diplomatik munosabatda yana shu qonunni ko'tarib chiqadigan gap. Shunga bu narsalar bek muhim. Siz ham degandek biz o'zimizning mustaqilligini har xil ssenariyada o'ylashimiz kerak, har xil shaklda o'ylab shunga yetishimiz kerak dedingiz. Endi bizning xalqimiz ham shu Sharq Turkiston mustaqillik davosini diaspora qilayotgan 20 necha yildan beri qilayotgan tashkilotlarimiz bo'lsa, mana bir nuqtaga ahamiyat bermayotganda, kam jur'at qilmayotganda. Chunki Xitoy bizning azaldan o'sha terroristga, ekstremistga bog'lab turib bizning qurolli kuchlarimiz shakllanishning oldini oldi uchun xalqaro masalanga qonunli qildi. Masalan, bizning shu yumshoq kuchlar orqali, xalqaro qonunlar orqali bizning mustaqilligimizga erishmaydigan bo'lib qolishi mumkin degan ehtimolimiz yo'q deb bo'lmaydi. Bundaqda biz qattiq kuchlarga qarshimiz kerakmi? Undaq bo'lsa bu qattiq kuchlarni qanday xalqaro qonunlashtirishimiz kerak, qanday shu holatga yetalaymiz degan nuqtasida o'ylash vaqtimiz-mi? Albatta qattiq kuchlarimiz bo'lishimiz kerak, ammo qattiq kuchlarimizni qanday qilib meşrulaştıramiz deydigan bu narsa xalqarodagi qonunlarda bir o'zini qo'g'daydigan xalqning özünü qanday şekilde qo'g'dishi bastırılmasligi kerak deydi. Shuning uchun bu bizning o'zimizni tajovuzchilik uchrab o'zimizni qo'g'dayotgan bo'lsak, u qattiq kuchimizning bo'lishi yo'lliq defense, yo'lliq qo'g'dinishga kirdi-chu, mandaqcha aytganda. Shunga bu qattiq kuchning bo'lishi muhim. Ammo xalqaro vaziyatga qarash kerak. Xalqaro vaziyat, xalqaro dunyo, xalqarodagi davlatlar sening shu qattiq kuchingni qo'llamdi, qo'llamamdi. Qayerga kelganda qo'llaydi, qayerga kelganda qo'llamaydi. Buningga qarash kerak. Masalan, Istimurnikidan qattiq kuchini qat'iy qo'llamay, bularnikiga xalqaro diplomatiyada bular zo'raman, bular terrorist qildi, undan bunda deb ketgandan bek besim eg'ir bo'lib ketgandan Gusmal xalq shu qattiq kuchni partizanlikqa aylantirib, yumshoq kuchini birlashtirib, ichiga taqit etib, yumshoq kuch bilan birlashtirib atgancha buni. Ashta qila olgan bir lider chiqqan hamda Gusmal degan shu Istimurnikidan. Shunga bizniki qattiq kuchlarimizni u yo'lmi bo'lish kerak, yumshoq kuchim bo'lish kerak. Biz faqat yumshoq kuch bilan ham diplomatik shaklda ham mustaqil bo'la olamiz degan bo'lmaydi. Chunki vaqti kelganda, masalan, biz o'zimiz bo'la olmaymiz, xalqaro yordam bilan bo'lamiz dedim-ku, men. Xalqaro yordam bilan bo'lganda o'zimizning kuchi bo'lish kerak. Xalqaroni bizga yordam
yordam qiladigan bir besim bo'lish kerak. Ya'ni shunga bu qattiq kuch vaqti kelganda vaqtni utishga yaraydigan yoki xalqaro besim qilishga ba'zi jihatda yaraydigan taktika uchun cho'qimli bizni qattiq kuch, cho'qim faqatla bizni qurolli kuch ozod qildi deydigan unda bir narsa yo'q. Biz cho'qim yumshoq kuchni billa atmashimiz kerak. Vaqti kelib agar ehtiyojlik bo'lsa, qattiq kuchni taktik jihatda ishlatishga to'g'ri keldi. Nurg'un davlatlar shu mustaqil bo'lganlarda endi qattiq kuchni taktik qilib ishlatgan, vaqtdan utishga ishlatgan. Faqat ularning qattiq kuchi bilan ozod qilib qo'ymagan uni, xalqaro aralashishga ozod bo'lgan nurg'un uchun erkinlikka erishgan. Ammo bu qattiq kuch shunga bir vosita yordam bo'lganda endi bo'lmasa bo'lmaydigan shu yerda. Ba'zilari hatto hech qanday qattiq kuchsiz, yumshoq bir shaklda bo'lgan. Unda talay-kelam degan mamda ufqunolmaydi. Shu har jihatdan tayyorlik bo'lgan yaxshi. Unda xusussiz hozir degan vaqtimizda muhim bir narsani o'tib qo'ydingiz. Qattiq kuchlarni mashrulashtirish kerak degan shaklda. Mashrulashtirish kerak demidi. Biz qattiq kuchlarni mashrulashtirish kerak deymiz. Unda desakmi bo'ladi, qattiq kuchni emas, bizning butun milliy irodamizni, butun hamma etmayotgan yo'limizni mashrullashtirishga, ya'ni cho'qim biz har qanday bir shaklda mustaqil bo'lishga haqliq degan narsani mashrullashtirishimiz kerak. Faqat qattiq kuchni emas. Unda xususan shu qattiq kuchlarni bizning bir siyosiy gavdamizga yanamiz bo'lish kerak. Ham shu qattiq kuchlarni elib berayotgan qiyonadoshlarimiz bilan kelgusida yakun hozir bo'ladi. Bularda bir siyosiy kimlik aniq bo'lish kerak, shundaqmi? Aha, siyosiy kimlik cho'qim aniq bo'lish kerak, chunki xalqaro yordam qilib bizni beriblan biz jim o'tsaq undaq ozod qilib qo'yadigan ish yo'q. Xalqaroni push qilib ba'zi yerda xavfsizlikka chiqarib qalamqon qilib zodi bular pek ozod erkin bo'lmaydigan degan yerga akildigan vaqtni utadigan taktikalik masalalarda qattiq kuchga ehtiyojimiz bo'ladigan ahvollar kelib chiqishi mumkin. Shuningga bu qattiq kuchnimi biz o'zimizningki biz Sharq Turkiston xalqining milliy irodasini amalga oshirishdagi bir qism, ya'ni harakatning bir qismi qilib ko'rsatilishimiz kerak. Shunga qattiq kuchlarmi Sharq Turkiston xalqining irodasiga, Sharq Turkiston kimligiga vakillik qila olish kerak agar bu izlayotgan bir millatning ishini ko'tarib chiqaman desa. Bo'lmasa, chunki bu izlayotgan bir millatningki xalqaro qonunda bor. Masalan, bu qanchinchi 3314-qonunga qarasanglar, siz qo'ygan tunugu ashnoda zo'ravonlikqa qarshi turdi-chu butun dunyo. Öz aldığı üye bir yerde qalaymagan zo'ravonliksa uni butunlay qarshi turdi. Ammo bir xalqniki, besilingan bir xalqniki u xalqni sen qurolli kuch bilan ularniki irodasiga qarshi oldi bostirib unda qilmaysa deydi. Chunki u xalqniki o'zini qo'g'dash huquqi bor deydi. Abayim dedim, yo'lliq qo'g'dinish huquqimiz bo'ladi bizning. Shunga yo'lliq qo'g'dinish huquqini o'zini yo'lliq ko'rsatish uchun men ma xalqning kimligi, men tajovuzchilik uchirgan bir xalqning adami, shu xalqning kuchi deb ko'rsatish kerak o'zini. Bo'lmasa bizga vakillik qilolmasa, Sharq Turkiston kimligiga vakillik qilolmasa, Sharq Turkiston xalqining milliy orzusiga vakillik qilolmasa, boshqalarning yollanma askari bo'lib qolsa, u vaqtda u xalqarada bizning kuchimiz bo'lib deb e'tirof qilinishi mutas bo'ldi diplomatiyada. Pek yaxshi bo'ldi. Endi hozir biz diqqat qilsak, shu lobbichilik deymiz, aktivizmlik deymiz. Ko'pincha tashkilotlarimiz shu ishilib bo'lganda Sharq Turkiston xalqimizning qilib qolgani genosid shaklida davlatlarni e'tirof qilishga chaqirib qoldi va shu shaklda bir huquqlarni talab qildi. Shu bizning qirg'inchiligimiz Sharq Turkiston mustaqilligida qanday rol o'ynaydi? Shu to'g'ri bir qisqacha javob bersangiz mumkinmiz. Intayin muhim rol o'ynaydi, chunki biz besilingan davlat olarak mustaqil bo'lamadik. Besilingan davlatlarning mustaqil bo'lish mezgilida 2-Dünya urushida nurg'un davlatlar mustaqil bo'ldi, lekin bizni e'tirof qilmadi. Shunaqa bo'lamadik. Ammo bizga fursat qirg'inchilik uchrayotgan davlatlarning, xalqlarning, hatto garchi ular boshqalar tarafidan besilingan bo'lmasa-mu, qirg'inchilikka uchrayotgan bo'lsa mustaqil bo'lish huquqi bor xalqaro uchun. Bu oxirgi tanlash deb. Chunki avtonomiya degan narsani bermagan bo'lsa, masalan, sen cho'qim avtonomiya olsang bo'ldi deyanmaydi. Biz qirg'inchilikka uchrayapmiz. Qirg'inchilik uchrayotgan xalq qanday avtonomiya bo'lib birga yashaydi? Masalan, Kosovo qanday bo'ldi? Bo'lmadi. Milosevic avtonomiyani bermadi. Shuning bilan NATO aralashdi. Shuna va NATOning u yerda manfaati bor aralashdi. Ammo Kosovo qirg'inchilik uchraganligi uchun aralashdi. Milosevic u Ramboy nima agreement ma shuning qo'l qo'ygan unumidi avtonomiyani bermayman bularga deb. Ashuningda peace kelishimda, tinchlik kelishimida ma'noga imzo qo'y deb avtonomiya bermoqchi bo'lgan u Kosovo xalqining qitilgan avtonomiyaga. Ammo serblar bermagandan keyin avtonomiyani bermadim, qirg'inchilik qildim. Undan biz aralashimiz deb NATO kirib, u yerda NATO'chu ki u yerda nima bo'ldi-da, bular intervention qilib mustaqil bo'ldi. Bizga Xitoy avtonomiyani bermadi, qirg'inchilik qilyapti.
Onda bo'lganki yana avtonomiya deyishning o'rni qolmaydi. Qirg'inchilik qilayotgan bir millat o'zini qirayotgan yani birisi bilan birga yaşayamaydı, bir yerde turanmaydı. Bu nayet aniq. Bu qirg'inchilik bu millat butunlay yo'qolib ketish kerakmi? Biz davomli dunyoning beshini og'irtishimiz kerak. Nemishki biz mustaqil bo'lmaguncha bu bizning oxirgi tanlashimiz, boshqa yo'l yo'q. Mahalla qirilib tugab ketadi debchim. Çünkü bu qirg'inchilikni o'ttirg'i ko'tarib chiqib mustaqillik da'vosi qilishmi bizning hozirgi vaziyatimizdagi nayet muhim bir ko'zlamdim deymiz. Muhim pishlarni bir şeyden de ko'zda. Ya muhim nimalarni qo'limizdagi muhim fursatlarning birisi. Rukiya Hanım bugün hakikaten cevap verişlik ters olan sorulara cevap verdiniz. Hem inançlı halkımız mı? Bazen özüm köngülde kalırsız bo'lgan chegishlar yechilgan bo'ldi deb o'ylayman. Vaqt munosabati bilan biz suhbatimizni ishga daxillashtirgan bo'lsak, sizga ko'p rahmat. Ya sizlarga ko'pdan ko'p rahmat anlig'inglar uchun. To'g'ri, qoyilqig'idek javob berdimmi bilmayman, ammo yana savollar bu tushsa javob berishga har zaman tayyorman. Rahmat, Allohga emanet. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilik. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olaylik. Ko'rishgacha omon bo'linglar.